Assalomu alaykum. Zuhal revmatologiya markazi bosh shifokori Turkmanov Ma'mur Matmusayevich revmatolog vrachman. Bugun sizlar bilan revmatoidni artrit kasalligi haqida, bu kasallik o'zi qanaqa kasallik va hozirda ko'pchilik bemorlarimiz qanaqa xatolarga yo'l qo'yib va oqibatida qanaqa asoratlarga olib kelyapti. Mana shu mavzu haqida gaplashamiz. Revmatoidni artrit bu revmatologik tizimli kasallik bo'lib, bo'g'im asosan kichik bo'g'imlarimizni zararlaydigan yoki bo'lmasa boshqa katta bo'g'imlarni ham zararlashi mumkin va ichki a'zolarni ham zararlab bemorni nogironlikka olib keladigan kasallik hisoblanadi. Agar biz bu kasallikni vaqtida aniqlab, vaqtida to'g'ri davolaydigan bo'lsak, bemorlar vaqtida bizga murojaat qilinadigan bo'lsa, bu kasallik hozirgi aytganimdek hech qanaqa katta yomon asoratlarga olib kelmaydi va bu bemorlarimiz bizlar qanaqa hayot kechirayotgan bo'lsak, xuddi shunday hayot kechirishlari mumkin agar vaqtida tashxis qo'yib, vaqtida to'g'ri davolanadigan bo'lsa. Lekin agar bemor vaqtida to'g'ri davolanmaydigan bo'lsa yoki bo'lmasa noto'g'ri davolanadigan bo'lsa, noto'g'ri mutaxassislarga tushib qoladigan bo'lsa, bu kasallik nafaqat nogironlik borib a'zolar yetishmovchiligi, borib o'limgacha ham olib kelishi mumkin. Chunki hozirda biz kuzatyapmiz, bizga kelayotgan bemorlarning 70, adashmasam 80% asoratlar bilan, oxirgi bosqichlar bilan murojaat qilishyapti. Va ularda eng qizig'i biz ko'ryapmiz, hech qanaqa bazis preparat, asosiy preparat haligacha mana 10-15 yildan beri davolanib yurgan bo'ladigan bo'lsa, haligacha asosiy davo preparatlarini qabul qilmayapti. Faqat og'riq qoldiruvchi yoki bo'lmasa gormonal preparatlar bilan davolanib yuribdi. Bemorni o'zi men davolanyapman deb o'ylayapti. Ularda vrachlari ham men bemorni to'g'ri davolayapman deb o'ylayapti. Aslida esa bemorda asosiy preparatlar yo'q, bemorni davolaydigan. Faqat bemorni og'riqni qoldiradigan yoki vaqtinchalik og'riqlarni pasaytiradigan gormonal preparatlar va bu gormonal preparatlar qanaqa asoratlarga olib kelish haqida biz video chiqarganmiz. Bu video bilan ham tanishib chiqadigan bo'lsangiz, bizda hozir kuyib pishib gapirayotganimizni to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Shu uchun sizlarga hozir bir ikkita bemorlarimizni hayotiy tarixidan misollar keltirib, bunga amin qilmoqchiman. Bir bemorimiz bor edi. Hozirda 15-16 yoshga kirgan bemorimiz, adashmasam 3-4 oy oldin bizga murojaat qilib kelgandi. Yuvenilniy revmatoidni artrit tashxisi qo'yilgan, o'zini eng ishongan, eng zo'r bolnitsalarida, o'sha klinikalarda davolangan va asosiy bemorga asosiy preparatlar berilmagan, faqat gormonlar yordamida davolangan. Asosiy preparatlar ma'lum bir vaqt, qisqa vaqtga berilgan va bemorga yoqmagani uchun bemor tabletkani ichishni to'xtatgan va faqat gormonal preparatda yurgan. Buni vrach ham bilgan, lekin hech qanaqa dorini almashtirish haqida, hech narsa haqida aytilmagan. Natijada bemorda birinchi narsa, bemorda bo'g'imlarda to'liq deformatsiyalar rivojlangan. Kasallik absolyutno umuman chekinmagan. Bundan tashqari bemorda ikkinchi asorat, bemor shishib ketgan, semirib ketgan. Uchinchi asorat, bemorda gormonga moyillik boshlangan va gormon ichmasa bemorda hech qanaqa og'riq ham qolmaydi. Undan tashqari bemor hayotini faqat yig'lash bilan o'tkazadi va gormonlarni besprerivno, noregulyar, noritmik tarzda ertalab ham kechqurun ham ichavergandan keyin yosh bolani ikkita chanoq son bo'g'imida aseptik nekroz, ya'ni suyak yemirilishi aniqlanyapti. Hammasiga sabab noto'g'ri davolangan. Ular bizga murojaat qilganda biz ularga aytdik, bemorni yotqizish kerak, kasalligini o'rganishimiz kerak. Chunki biz mana shu asoratlarga tashxis qo'yishimiz uchun ham bemordan ma'lum bir summa pul talab qilinadi. Chunki biz talab qilmaymiz buni. Boshqa joylarga borib tekshirishlardan o'tib kelish kerak. Qon analiz, MRT, bemorni yotqizishga to'g'ri keladi. 5 kun, 1 hafta, 10 kungacha yotqizishimiz mumkin. Biz bemorga tushuntiramiz. Maksimal yengil
analizlar bilan maksimal yengil kerakli dorilar, har xil standartda yo'q dorilarni tavsiya qilmaymiz. Va harakat qilamiz bemorni kistasiga zarar bermaslikka. Chunki bunaqa bemorlar o'zi boshqa vrachlarga xarajatini qilib, to'kilib, bir so'm pulsiz kelgan bo'ladi. Biz shunaqa holatda bemorga tushuntirdik, yotqizishimiz kerak. Afsuski ular uyga yozib bering deyishdi. Biz uyiga tavsiya berdik, bemorni nazorat qila olmadik. Taxminan men boshqa больницаga borganimda bir tanishimni bolachasi oyog'i og'rig'i bilan bizga murojaat qiluvdi. Mana shu klinikada yotibdi, bir ko'rib bering deb iltimos qilganda biz bordik. O'sha bolachani onasi ham meni ko'rib qoldida chaqirdi, iltimos bolam bezovta, shu больницаga olib keldik. Siz aytganingizda qilmovdik, hozir shunaqa. Ne ko'z bilan borib qarayki, bemorga biz aytgandik-da, gormondan asosda chiqib ketishimiz kerak va asosiy preparatni qo'shib ertaroq bu preparat ta'sir qilish uchun 2 oy vaqt kerak bo'ladi. Gormondan asosda chiqishimiz kerak. Hozircha chiqmay turamiz. Vaqtincha agar og'riqlari bo'ladigan bo'lsa, vaqtinchalik og'riq qoldiruvchilar bilan va bemor ozgina sabr qilish kerak. Biz kuzatishimiz kerak deb tushuntirib ketuvdik. Bular vrachga kelib shu narsani tushuntirgan va vrach birdaniga gormonni srazu olib qo'ygan. Natijada bemorda qaqshash, o'zi gormona zavisimist rivojlangani uchun bemordan birdaniga gormonni olib qo'yish mumkin bo'lmagandi. Bular birdaniga gormondan chiqish kerak deb aseptik nekroz boshlanganda birdaniga olib qo'ygan. Bemorning ahvoli yana ham yomonlashgan. Asosiy preparat berilgan, kerakli dozada emas va bemorni biz ko'rdik, yana tushuntirdik, kerakli tavsiyalarni berib yana ketdik. 4, 5, 6 oy atrofida edi. Undan keyin yana bizga murojaat qilyapti. Undan keyin yana ham katta shifoxonaga tushyapti. O'sha viloyat markazidagi shifoxonaga yana bizga murojaat qilishyapti. Bemorni o'zi, vrachlar emas. Biz bemorga asosiy preparatlarni berib, gormondan asosda chiqishimiz kerakligini aytdik. Vrachlar ko'rishyapti-da, bemorda asosiy baziz preparatlarni atmen qilib, boshqa diagnoz bilan yana boshqacha tavsiyalar berib, yana katta dozada gormonlar qilinyapti, puls terapiya qilib, bemorda ahvoli yana ham og'irlashyapti. O'sha bemor bo'g'im shakldan tizimli shaklga o'tib, balkim yo asosiy kasallik zararlayapti bu yerda. Bemorda nervlarini, ichki a'zolarini, buyrak zararlanishi kuzatilyapti. Bemorda polineyropatiya bo'lyapti. Oyoqlarini bo'g'imda emas, oyoqlarini ichki sohasida, o'sha konечностьlarda, oyoqda, qo'llarda, oyoqning periferiy qismlarida mana shunaqa bijir kuchli og'riqlar kuzatilyapti. Bu albatta nevrologik asorat yoki revmatoidniy artrit asorati yoki bo'lmasa mana shu noto'g'ri lecheniya hisobiga gormonlarning asorati ham mana shunaqa holatga olib keladi. Bemordan esa asosiy preparat atmen qilingan. Hozir bu sizlarga mumkin emas. Sizlarga biz puls terapiya qilishimiz kerak deb puls terapiyani qilib, bemorning ahvoli yana ham og'irlashyapti. Undan keyin bemor bizga telefon qilyapti. Biz sizga olib bormoqchimiz, sizda yotqizmoqchimiz. Biz xususiy klinika bo'lganimiz uchun bizda reanimatsion bo'limimiz yo'q. Bunaqa holatda biz ojizmizda. O'zi kasal oxirgi darajaga olib kelinib bo'lyapti-da, keyin bizga aytayapti. Afsuski bunaqa holatda bizning ilojimiz yo'q. Agar bemor vaqtida bizga murojaat qilinganda edi, kasallikni ilk bosqichlarida 2 ta tabletka bilan tuzalishi mumkin edi. Xuddi mana shunaqa istoriyalar haqida bizda juda ham ko'pda. Har birini aytadigan bo'lsak, bundan ham og'ir holatlari ham kuzatilgan, bundan yengillari ham bor, shunaqa holatlari ham bor, juda ham ko'p. Bu ham talab ham murojaat. Sizda agar shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, revmatoidniy artrit diagnozi qo'yildi, katta dozada gormonlar beriladigan bo'lsa, darrov to'xtatish kerak va mutaxassisni almashtirish kerak. Yoki bo'lmasa, shunaqa holatlar bor. Haqiqatan katta dozada qo'llaniladigan holatlar, revmatoidniy artritni bolezin Stilla, bolezin Felti degan tizimli shakllari bor. Bunaqa holatda biz puls terapiya qilishimiz mumkin. Boshqa holatlarda harakat qilish kerak gormonlarsiz davolashga. Agar gormon bilan davolashga ko'rsatma bo'ladigan bo'lsa, qaysi ko'rsatmalar? Agar kasallik boshlang'ich davridan juda ham faol kechayotgan bo'lsa, unaqa holatda biz gormonal preparatlardan foydalanishimiz mumkin. Unda ham kichkina dozada, chegaralangan dozada va chegaralangan vaqtda, toki bizda asosiy preparatlar, ya'ni baziz preparatlar ta'sir qilguncha 2 oydan 3 oygacha vaqt kerak bo'ladi va biz preparatlarni tanlab olamiz. Bemorning kasalligini o'rganib, qaysi preparatlar kerak, bunisi yordam bermasa, bunisiga o'zgartiramiz. O'shancha vaqtda biz vaqtinchalik
gormon preparatlaridan foydalanib, bu vaspaleniyani ertaroq olishimiz uchun va bemorda ahvoli og'irlashib, bemor o'sha ba'zi preparatlarga chidab berishi uchun, bularni ta'sir bo'lguncha chidab berish uchun vaqtincha foydalanamizda tezgina chiqib ketishimiz kerak. Bu mana shunaqa gormonlarda osteoporoz asorati bor, suyaklar mo'rt bo'lib ketadi. Hali yosh odamlarda bizga bemor kelgan 35-40 yosh atrofidagi ayol, unda osteoporoz bo'lishi mumkin emas, bo'lishi kerak emas. U noto'g'ri davolanganligi tufayli ikkita chanoq son bo'g'imi operatsiya qilib endoprotez qo'yilgan, tizzalari qotib qolgan, yelka suyagi, men hali umrimda birinchi marta yelka suyagini aseptik nekrozini ko'rganman. O'sha ayolda, bitta ayolda o'zida hamma bo'g'imda aseptik nekroz. Sabab u ayol doktorga borgandan ko'ra bormaganda edi. Uyda yurib ham mana shu bir yilda xuddi mana shuncha asorat keladi. Borgandan ko'ra bormaganda edi, mana shunaqa asoratlar kelmasdi. Gormon haddan tashqari har borganida puls terapiya qilinib o'zi 2 yo 3 marta 3 xil doktorda yotib davolangan, murojaat qilingan, shuni o'zi mana shuncha katta asoratga olib kelgan. Agar o'sha bemor bizga vaqtida murojaat qilganda edi, ikkita tabletka bilan yaxshi bo'lardi. Asosiy preparatlarni beramiz, harakat qilamiz kamroq xarajat qildirishga, mashqlar taklif qilamiz, to'g'ri ovqatlanish taklif qilamiz, hech qanaqa bir sverxestvenniy qimmat lecheniyalar ham qilmaymiz. Asosiy preparatlar metotrexat, leflunomid, sulfasalazin, plakvinil kabi preparatlar. Boshqa asosiy preparatlar yo'q. Undan tashqari yana bir bizda hozir juda ham ko'p uchrayotgan xatolardan bemor ba'zi holatlar bo'lyapti, markazga eng zo'r revmatologga murojaat qilyapti. Qaysi klinikalikni alohida aytmaymiz. Eng zo'r revmatologga murojaat qilgan, kasallik hali boshlanganiga 6 oy, 1 yil ham bo'lmagan, kasalda hech qanaqa bir aktivnost juda ham yuqori bo'lmagan, lekin bemorga birdaniga eng yuqoridagi dori preparatini, gen injenerin biologik preparatlar tavsiya qilingan. Afsuski bu noto'g'ri hisoblanadi. Chunki biz har doim meditsinada asosiy preparat eng yengilidan boshlab asta-asta murakkabiga qarab ketishimiz kerak. Humira, adalimumab yoki undan tashqari Actemra yoki bo'lmasa Tofajak, baricitinib, yana undan tashqari bunaqa rituximab, undan tashqari bunaqa preparatlar nomi juda ham ko'p. Hozir har birini sanasak vaqt ketadi. Afsuski vaqtimiz chegaralangan. Xuddi mana shu xato ne tolka bizning o'zimizning viloyatda ham, boshqa tumanlarda, boshqa viloyatlarda ham shunaqa holat kuzatilyapti. Kasallik hali boshlang'ich etapda, bemorga esa juda ham og'ir dori vositalari, ya'ni eng oxiridagi gen injenerning biologik preparatlar qo'llanilgan. Biz ham bu preparatlarni qo'llashni bilamiz va qo'llayapmiz. Qachonki bemor mana bu etapdan o'tadi, bu etapdagi dorilar ta'sir qilmasa yoki bo'lmasa bemorda juda ham asoratlar ko'p, ichki a'zolarga asoratlar berilgan. Bizga mana bu asosiy preparatlar tavsiya qilish mumkin emas, chunki bu asoratlarni kuchaytirib yuborishi mumkin. O'shanaqa holatda biz Humira, shunga o'xshagan gen injenerning biologik preparatlarga, ya'ni adalimumab, shu kabi rituximab, shu kabi gen injenerning biologik preparatlardan keyin foydalanishimiz mumkin. Chunki buni ishlatgan vrachlar bu dorining ta'sir mexanizmini bilmaydi. Nima uchun unday deyapmiz? Bemorga kelyapti, 8 ta olasan yo bo'lmasa 10 ta olasan, shu doridan sen to'liq tuzalib ketasan deyapti. Afsuski bunday emas. Bizning tizimli kasalliklarda unaqa preparatning o'zi yo'q. Siz bir nechtadir olsangiz tuzalib ketasiz. Doimiy nazoratda yurishingiz kerak. Revmatoidni artritis siz bilan har doim birga. Siz u bilan do'stlashib olishingiz kerak va o'zing dorilarni ichib yursangiz, hammasi yaxshi bo'ladi. Bizga bemorlar murojaat qilib kelyapti, o'sha eng zo'r vrachga murojaat qilishgan, o'sha dorilarni olishgan va natijada 8 ta, 10 ta olyapti-da, dori to'xtatilyapti. Chunki bemorning puli yo'q. U preparatlar juda ham qimmat, 1,5 million, 2 million, 2,5 milliongacha boryapti. O'sha preparatlar olinyapti, bemorning puli tugayapti va u vrachga o'sha bora olmaydi. 1 oy, 2 oy, 3 oydan keyin bemorda kasallik shunaqa qaytib kelyapti. Avval masalan kasallikning faollik darajasini biz 2 deb belgilaydigan bo'lsak, bu yerda 9-10 darajada, eng yuqori darajada kasalligi namoyon bo'lyapti. Va natijada bizda mana bu preparatlar ham o'sha ta'sir qilmayapti. Bemor qaysi holatga tushganini endi o'zlari tushunib olasizlar. Uni davolanishga ham puli yo'q. Endi faqat shu doridan foydalansa bemorda davo bo'ladi. O'sha bu preparatlar ta'sir qilmaydi. Natijada bemorda bu preparatni topa olmasa, ola olmasa, borib
nogironlikka, masalan 10-15 yilda olib keladigan kasallik 1 yilga ham bormay kasalni nogiron qilib qo'yapti. O'sha bemorga biz bu yo'lni tanlamasdan boshida kasallik mana paydo bo'ldi, bo'g'imlarda qotishish, birorta bo'g'imda shish bo'lyapti yoki bo'lmasa harakatda chegaralanish bo'lyapti. Mana shunaqa belgilar paydo bo'lgandan biz kasallikni aniqlab, o'zini standart bo'yicha analizlari bor, aniq revmatoidni artrit deb tasdiqlab, keyin davolaydigan bo'lsak, o'zini asosiy preparatlarini bemalol kasallik hech qanaqa nogironligi ham bo'lmaydi. Ikkita preparat bilan yaxshi bo'lardi. Bizda hozir yana eng ko'p uchraydigan holatlardan bittasi bemorda revma probasiga qarab revmatoidni artrit yoki bo'lmasa revmatizm diagnozi qo'yilyapti-da, bemorga darrov metotrexat, lefnobageda shunga o'xshagan preparatlar yoki bo'lmasa bitsilinga o'tkazib yuborishyapti. Yoki bo'lmasa ham metotrexat reaktivniy artrit deb diagnoz qo'yapti-da, ham metotrexat yoki bo'lmasa ham bitsilin yozib beryapti. Yoki bo'lmasa plagvinil yozib beryapti-da, reaktivniy artrit deb aslo unaqa diagnoz to'g'risi standartda yo'q. Reaktivniy artrit degan diagnoz bor, lekin uni kriteriялari bu odamda yo'q, hech qanaqa. Ular xadavoy diagnoz deb reaktivniy artrit deb diagnoz qo'yapti. Yo ta'sir qiladi, yo ta'sir qilmaydi. Bunaqangi lotereya dorilar yozilyapti. U bemorda aslini olib biz tekshirib ko'rsak, hech qanaqa poliartrit yo'q. U odamning miyasida revma proba chiqqani uchun qaysidir qishlog'idagi poliklinikadagi mutaxassis bo'lmagan vrach to'g'ri aytayapti. Senda revma proba musbat chiqibdi. Revmatolog mutaxassisga uchrash deyapti, uni gapi to'g'ri. Keyin uni yo shahar yo bo'lmasa markazlashgan больницаlardagi vrachlar ko'ryapti-dagina, afsuski revma probaga qarab revmatizm yo bo'lmasa revmatoidni artrit deb hech qanaqa bemorda klinika yo'q, bemorda miyasida bor og'riqlar, hech qanaqa shishi yo'q, qotishish yo'q. Biz revmatoidni artrit deb diagnoz qo'yishimiz uchun ma'lum bir o'zini kriteriялari, belgilari bor-da. Butun jahon sog'liqni saqlash standarti bo'yicha mana shu kriteriyalar bor. O'sha kriteriyalar bo'yicha 6 ball yig'ib diagnoz qo'ysak, keyin bu dorilarni berishga haqqimiz bor. Chunki bemorlar bilmaydi. Kimdir ularni miyasiga ta'sir qilib samovnusheniyya diagnoz qo'ygandan keyin ular o'ziga o'zi samovnusheniyya qilishni boshlaydi. Qo'llariga qaraydi, qo'llarim qiyshayib ketmayaptimi, ertalab qotib qolyapman deydi, yo bo'lmasa voy qo'lim og'riyapti deydi. Og'riq qoldiruvchi ichib yurganlarni ham ko'rdik. Gormonlar ichib yurgan bemorlarni ham ko'rdik. Yoki bo'lmasa vrachlar tomonidan metotrexat shunga o'xshagan kimyoterapiya dorilarini beryapti yoki bo'lmasa gen injener biologik preparatlar olib yurganlarni ham ertaga ko'rishimiz mumkin-da, noto'g'ri diagnoz qo'yish uchun. Mana shu narsalarni oldini olish maqsadida biz bu gaplarni aytyapmiz. Agar sizda ham shunaqa holat kuzatilgan bo'lsa yoki kuzatilayotgan bo'lsa, darrov professional darajadagi revmatolog mutaxassisga murojaat qilish kerak. Aldamaydigan, maqsadi pul olish bo'lmasin, maqsadi sizni davolaydigan vrachga murojaat qiladigan bo'lsangiz, xudo xolasa sizda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Va revma proba bu faqat revmatoidni artritda musbat chiqadigan analiz emas. Revma proba bu spesifik analiz emas. Любой kasallikda sog'lom odamda ham chiqishi mumkin, beremenlikda chiqishi mumkin. Oddiy tomoq og'rib yurgan odam bilan men avtobusda birga gaplashib yo mashinada birga gaplashib ketadigan bo'lsam, menda ham chiqishi mumkin. Aslo положительный va 6 oygacha turadi u. Buni siz 1 oy betselin qilib yo bitta 5 kun davolab, повторный analiz qilib, qani aslom kamayibdimi, serbim kamayibdimi deb qilish u umuman mantiqqa to'g'ri kelmaydigan narsa. Yoki bo'lmasa revmatoidning faktor serbi qachon ko'tariladi? Revmatoidning faktor ham million xil kasallikda ko'tarilishi mumkin. Faqat poliartrit yo revmatizmda emas. Yoki serbi har qanday yallig'lanish, tishimiz yiringlasa ham ko'tarilishi mumkin. Ko'zimiz og'risa ham, gripp bo'lsa ham, o'pka shamollasa, siydik yo'llari shamollasa, yo bo'g'im kasalliklarda ham serbi ko'tarilishi mumkin. Bular plus degani sizda revmatoidni artrit bor degani emas. Yoki qo'lingizni suvga tiqqanda sizda og'riq bo'ladigan bo'lsa, bu sizda revmatoidni artrit bor degani emas. Yoki ertalab 5-10 minut qo'lingiz bo'g'imlaringiz qotishayotgan bo'lsa, bu degani sizda revmatoidni artrit bor degani emas. Meni maqsadim bunaqa narsalarga e'tiborsiz bo'ling demoqchi emasman. Qaytanga e'tiborli bo'lish kerak. Faqat shoshilmang, noto'g'ri davolab qo'ymang. Kerakli mutaxassisga uchrashib, ishonchingizni komil qilib olishingizni men tavsiya berardim. Revmatoidni artrit kasalligi bo'yicha biz sizlarga mana shu ma'lumotlarni bermoqchi edik. Hozirda bizda qanaqa holatlar, qanaqa xatolar uchrayapti?
kasallik o'zi haqida biz alohida leksiyamiz ham bor. Agar yana ham o'sha leksiyani ham ko'rib chiqsalaringiz yoki bu videolarda ham ko'rib chiqqanda tushunmovchiliklar bo'lsa yoki revmatizm haqida leksiyalarimiz ham bor. O'shalarni ham ko'rib chiqishlaringizni tavsiya beramiz. Agar shunday ham tushunmovchiliklar bo'lib, savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsalaringiz, biz harakat qilamiz sizga javob berishga va to'g'ri yo'l ko'rsatishga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.